Hammaga assalomu alaykum. Mana ismim Abubakar. Xudo xolasa Abdulbos degan mordinlariga bugun men o'zim obzor qilib beraman. Bugungi obzorimizda kardiganimiz bo'ladi. Oldiga и qo'liga naturalniy pisets qo'yilgan bo'ladi. Bu podsobol qilingan bo'ladi. Xo'p, materialga keladigan bo'lsak, sherst ishlatilgan. Xudo xolasa kattish bo'lib ketmaydi bu. Bu kardiganimizni 7 xil rangidan bor, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda 40% chegirmada xarid qilsanglar bo'ladi. 40% chegirmada oldiga mana shu chiroyli bo'lgan zamashviy kurtkamizni qo'shib beramiz. Buni ham naturalniy pisets qo'yilgan. Mexini yechib bemalol kiysanglar bo'ladi hozirgi kunlarda. Ushbu 1+1 aksiyamiz aprel oyining oxirigacha davom etadi. Kardiganimizning narxiga keladigan bo'lsak, $317 chiqadi 40% skidkada. Bemalol do'konimizga kelib olib ketsanglar ham bo'ladi yoki dastavka qildirsanglar bo'ladi. Butun dunyo bo'ylab dastavkamiz bor. Sizlarga ko'rsatgan obzorim yoqqan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqarmanglar. Hammalarni do'konimizda kutib qolamiz.